7-iyun shanba nochimiz boshlangan. Natija bor bizda. 6 gektarlikda. Hozir ko'rsatamiz sizlarga. Ilon boshlar qonni ochdi. Ilon bosh. Bo'lmasa tashlab olamiz desak. Endi qimmatingiz. Birinchisi nimada endi buni qo'yib yubormaydi. Keyin kattaroq chiqqandan keyin qo'yib yuboriladi. Albatta. Pochini qo'yib yubormas. Ha, bo'ldi. Omad. Charchamanglar. Katta natijalarda olinglar. Xudo xolasa videoni qilaylik. Xudo xolasa tashlaymiz, rozi deymiz. Omad, charchamanglar. Assalomu alaykum, hurmatli Shirin baliq yo'li aziz obunachilari. Tog'amizda 6 gektarlik natija bo'lgan ekan. Bugun mana tog'a tabriklaymiz. Tog'a qayerdan keldi endi? Kosonsoydan. Kosonsoydan. Tog'a fikrlar qanaqa Shirin baliq yo'li haqida? Shirin baliq ko'lini, shirin baliqlarni ushlayapmiz. Shirin baliq ushlayapmiz. Qo'ldan kelganicha. Mana taklif qilamiz. Tog'a tabriklaymiz. Bundan Maydonda mana kelib, kuchar qilamiz, bellashaversin. kelaverasizlar, hammani kutib olamiz. Bugun mana 7-iyun, doğrusu nochidamiz. Natijalar boshlandi. Assalomu alaykum, Shirin baliq sotuvchilari. Bugun 8-iyun. Nochda kelgan akalarimiz 6 gektarlikda. Mana akalar 6 gektarlik natija. Akamiz nochda keldi. Aka qayerdan keldilar? Haqlavot, Norin. Haqlavot Norindan aka tabriklaymiz akalarni. Kelibsizlar. Alaykum, Shirin baliq yo'li aziz obunachilari. Bugun 8-iyun. 6 gektarlikda Oroldamiz. Akamiz natijalar bor ekan. Ko'ramiz. Mana akamizning natijalar 6 gektarlikdan. Aka qayerdan keldingiz? Haqlavotdan. Aka tabriklaymiz. Hammani Shirin baliq yo'llarida kutib qolamiz. Kelaverasizlar. Assalomu alaykum, Shirin baliq yo'li aziz obunachilari. 8-iyun. Yana 6 gektarlikda. Akamizda mana o'sha kelgan natija bor ekan. Siz ko'ramiz birgalikda. Mana akamizda natijalar. Akamizda o'sha keldi. Akamizni tabriklaymiz. Rahmat, kelaverasizlar. Shirin baliq keldi. Maza qilib o'qilyapmiz. Hammani kutib qolamiz. Ichki dushman shekilli Mana 8-iyun tongdamiz. Nochdan chiqishdi akalarimiz. Qora aka. Qalay bo'ldi bugungi ovlar? Yaxshi. Zo'rmi? Shirin baliq ko'llarining baliqlari bizda xotirada shirin xotiralar qoldiryapti. Gap bo'lishi mumkin emas. Gap bo'ldi. Kelinglar mana. Kelaverasizlar. Mana Bellashgan. Jo'rabek akam ham natijasini olib chiqdi. Akamizni nochda natijasi mana 2 kilo 840 gram. Kresloga tortadi. Endi shuni hozir mana kilosini sizlar ko'zinglar oldida hammaga ko'rsatib beramiz. Hozircha kreslo Jo'rabek. Hozircha kreslo Jo'rabek akamda turibdi. Aka, qutlug' bo'lsin. Katta bo'lsa olaveradi. Nechta natija bo'ldi aka? O'sha hammasi 5 ta bo'ldi. Bittasi limitdan oshcha ekan, 4 ta ekan qo'yib yubordik. Bittasini qo'yib yuborishdi, ulgurmay qoldim men bular shoshqaloqlar qo'yib yuborishdi. Aka omadingiz bersin, barakasini bersin. Akam yana denga ham qoldi. Haqlavotli akalar ham denga qolishdi. Mana Kosonsoydan kelgan akalarimiz ham qoldi denga. Kilometrlar kelib qolmasa bo'lmaydi. Sog' bo'linglar. Omad yana hammaga. Assalomu alaykum, Shirin baliq yo'limiz kuzatuvchilari. Mana akamiz Kosonsoydan kelgan nochimizga kelgandi. 7-iyun kungi natijasi mana nochdan 8-iyunga o'tdik. Dendamiz. Natijasini videolarni 2 ta. 3 kilo qancha chiqdi? Qo'yinchi ibdi bani. Yana narx qo'ydi. 2 kilo 840 ekan. Sog' bo'ling, yaxshi kunlarda tinch bo'ling. Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar. Ko'p savollar bo'lyapti kommentariyalarda. Lokatsiya tashab qo'yinglar deyilyapti. Hozir shu turgan mana shu hozir yozayotgan, gapirayotgan joyning chap tomoniga Telegram gruppamizni joylaymiz. Kuchukcha ovchilarimiz degan
ссылkani terib yozsanglar Telegram gruppamizga qo'shilasizlar. Zaifga keladi, biz qo'shib qo'yamiz. Shu gruppamiz ichida hamma savollaringizga javoblar bor. Bemalol ovchilar bor, vodiy bo'yicha salkam 2000 ta obunachimiz bor. Qanaqa xo'rak nima bo'lyapti, hamma muhokamalarda ishtirok etsanglar bo'ladi. Yana bir marta aytaman, mana shu chap tomonda hozir joylaymiz. Kuchukcha ovchilarimiz degan ссылkani terilsa bizga zaifga keladi. Rahmat, sog' bo'linglar. Shirin baliq ko'llari fermer xo'jaligi quyidagi baliq mahsulotlarini tadbirkorlarga taklif qiladi. Sazan, to'stolov, ilonboshi, amur va boshqa baliqlar, tozalangan, muzlatilgan va dudlangan holatdagi baliq mahsulotlari. Narxlar hamyonbop.